insonni qo'li nimalarga qodirligini bilasizmi? Okajon, mashalloh deb bitta like o'sib qo'yasiz. Ko'rib turgan tapchaningni o'ta nevichli. İnsonni qo'li gullab bekorga aytishmaydi. Bu tapchani yasashgan Xo'jakbor aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'jakbor aka, zo'rsiz. Xo'p, aka, tapchan o'ta nevichli chiqibdi. Ha, xudo xolasa. Aka, bu sotuvda bormi? Xudo xolasa zakazga qilib beramiz inshaalloh. Yana bir boshqachalari ham chiqib turgan. Bizda asosan zakazga bo'lgani uchun o'zingizlar ko'rib bir baho beringlar. Bir mijozimizga tayyorlab berganmiz bular. Okalar, mashalloh da bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Xo'p, bularda bitta tapchan emas, ko'rib turibsizlar. Qo'llani ham mana endi bunaqa boylik o'tiradigan stollarni ham liboy taxta zotidan chiqadigan, MDF zotidan chiqadigan liboy narsani yasashadi. Xo'p, aka, yana nimalarni yasaysiz? Aka, bag'da zakazga qilingan zinalarimiz bor. Zinani mana bu stokalari yong'oqdan bo'lgan. Bular endi shifondan qilingan. Kачествоsi ham xudo xolasa hammasiga garantiyali, eng ishonchli, sifatli ishlar bizda xudo xolasa. Faqat zakazga qilamiz. Xo'p, faqat zakaz asosida ishlaysizlar. Xohlagan taxtalardan yong'oq, chinor, Xudo xolasa. liboy materialdan qilib berasiz. Beramiz. Aloqaga chiqsa, ishlarni bitiramiz. Xo'p, akalar, shunaqa nebichli narsalar yoqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Zina, tapchan qildiradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying.